Salom aziz kuzatuvchilarim, holmay-dolmay ro'zalarni tutyapsizlarmi? Bugun bizda menyuda oshni yaxshi ko'rmagan oila bo'lmasa kerak. Biz ham juda ham yaxshi ko'ramiz, ayniqsa bizni oiladagi erkaklar. Osh bu milliy taomlarimizdan biri hisoblanadi. Hammamiz buni bilamiz. Oshni juda ham turlari ko'p. Toshkentcha palov, samarqandcha, buxorocha, vodiycha. Misol uchun vodiyda o'zida ham rishton palovi bor. Xuddi shunaqa qilib oshni turlari juda ham ko'p. Misol uchun biz vodiyliklar oshga behi solamiz, kartoshka solamiz. Boshqa odamlar oshga mayiz solarkan, no'xat solarkan. Ba'zi joylarda даже eshitganman, pista solishlari ham mumkin ekan. Kim nimalar soladi kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Bizda Ramazon vaqti bo'lib qoldi. Dasturxonni tuzashim kerak. Barcha ro'zadorlarga Allohim kuch-quvvat bersin. Ro'zalarni chiroyli qilib tutib olish hammaga nasib qilsin. Ilohim ro'zadorlarni nima niyat bilan tutgan bo'lsa, ro'zalari Alloh tomonidan qabul bo'lsin. Mana bizni oshimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ro'zadorlarga oshimizni chiroyli qilib suzib berib, ulardan ko'p duolarni qabul qilamiz. Shunaqa chiroyli kunlarda, chiroyli stollarda, chiroyli ovqatlar, mazali ovqatlarni yeyish hammaga nasib qilsin. Biznikiga iftorlikka kelinglar, sizlar bilan osh yeymiz.